biladi. Tinchligi qo'lidan ketgan odam biladi. Butun dunyosini-yu, butun qo'lidagi bor budini hammasini sarflab bo'lsa ham bir kunlik tinchlik xotirjamligiga sarflashga tayyor bo'lib qoladi. Shuning uchun bu o'tirishligimiz xotirjam, tinch, omon, bola-chaqamiz salomat, didorlashib, qo'ni-qo'shnilar, yora birodarlar dasturxonda halol so'rashib, didorlashib, to'yda o'tirishligimiz, eson-omondan ortishligimiz bu juda katta ne'mat bu. Buni ulamolar aytadiki, o'sha kuningizni g'animat biling dedilar. Bir kishi bir ajoyib gapni aytgan ekan. Juda e'tiborli gap, hammamizga tegishli. Gapirayotgan odamga ham, eshitayotgan odamga ham tegishli bo'lgan bir tur qator bir ajoyib gapni gapirgan. Shayton qulog'imga tugun bog'ladi. Ajal hali uzoq deb adabim yedim. Bugun janozamda o'qib ketishdi. Ertaga tavba qilmoqchi edim degan. Endi ertaga tavba qilaman deganimda janozamda o'qib qo'yishdi deydilar. Men ajalda uzoq deb o'ylagan ekanman, lekin janozamda o'qib ketib qolishdi. Men ertaga tavba qilmoqchi edim deb juda tur qator ajoyib gapni gapirgan deydilar. Ertaga qilaman, ota-onasi bor odam bo'lsa, bu hafta bo'lmasa yanagi hafta bir aylantirib kelaman. Bo'lmasa bir yildan keyin bir aylantirib kelaman, ertaga duosini olaman deyotganlar, yo u kishining janozasi o'qilib qoladi, yo u kishining janozasi o'qilib qolishi hech gap emas. Shu bugunmi, bugun g'animat bo'ling. Kimnidir ziyorat qilmoqchimisiz, shu bugun ziyorat qiling. Kimnidir ko'ylini olmoqchi bo'lsangiz, shu bugun ko'ylini oling. Ya'ni har bitta narsa g'animat. Ayniqsa odamda halovati ketib qoladi dedilar. Shunda ikkita misolda aytadilar. Allohga tavakkal qilishlik va xotirjam bo'lishlik. Luqmon Hakimni bilasiz. Bu Alloh taolo Qur'onda ham nomi zikr qilingan bitta katta suraning nomi Sura Luqmon. Bu tabobatda mashhur bo'lgan odam. Bir shogirdi bor ekan. Shu shogirdi podshohning oldiga kelib, men Luqmon Hakimdan ustozimdan o'tib ketdim. Zaharni Luqmon Hakimga ichishni buyurgan ekan. Luqmon Hakim bitta zaharni shogirdini tayyorlagan zaharini bitta ichdi, yo'qishidan ketdi. Luqmon Hakimni shogirdlari ko'tarib, tuyani suti to'ldirilgan bochkalarga solib o'ziga keltirdi. Undan keyin zahar tayyorlash endi Luqmon Hakimga navbat bo'ldi dedi. 40 kun zahar tayyorlagan ekan. 40 kun. Haligi shogirdi har kuni devordan poylaverar ekan. Nimalar qo'shyapti? Qanaqa qilib zahar tayyorlayotgan ustozlar har kuni devordan poylab xaratirga tushgan 40 kunda tayyor bo'lgandan keyin bitta kosada idishda olib kelib turibman ish degandan katta jamoatni ichida haligi shogirdi qo'lidagi Luqmon Hakimni qo'lidan zaharni olib turib idishdagi ustoz meni kechiring, mendan rozi bo'ling deb turib bir ho'plab deb joni chiqib ketdi deydi. Shunda odamlar aytdiki, Luqmon Hakimga ozgina rahm qilsangiz bo'lardi. Shu darajada ham kuchli dori tayyorlaysizmi? Bir martada joni chiqib ketdi. Nima bo'lsa ham shogirdingiz edi. Kechirsangiz bo'lardi ozgina. Deganda Luqmon Hakim haligi odamning qo'lidagi dorini qolganini bitta qo'ymay ichib turib aytgan ekan. Bu zahar emas, bu oddiy suv. Buni xavotirchilik o'ldirdi xolos bu degan ekan. Xavotirchilik o'ldirdi, bu oddiy suv degan ekan. Insondagi xotirjamlik katta ne'mat. Xavotirchilik, g'am, tashvish bu narsalar insonni dunyoda erta-kunda hayotini barbod qiladigan narsa. Allohga tavakkal qilib, xotirjam yashashni o'rganish kerak dedilar. Shuning uchun bugun bizga Alloh taolo bu bugungi xotirjamlik ne'matini berdimi? Buni shukrini qilish kerak. O'rmonda eng zo'ri kim desa, o'rmonda eng zo'ri, eng qiroli kim? O'rmonda eng qiroli sher bo'ladi. Eng kichkina mahluq o'rmonning ichida sichqon bo'ladi. Sichqon sherning oldiga kelib, qirolning oldiga kelib, podshohim agar xo'p desangiz, ruxsat bersangiz bir so'z aytsam sizga degan ekan. Ayting deganda bir oyda sizni o'ldiraman degan ekan. Sher rosa kulib turib
sichqonni ustidan kulib turib aytgan ekan. Sen hazillashyapsanmi deganda, yo'q hazillashmayapman, bir oyda o'ldiraman dedilar. Deb chiqib ketdi. Sher 2 kun 3 kungacha bilintirmadi-da, 3 kundan keyin o'ylanishni boshladi. Bu sichqon meni o'ldiraman dedi, qanaqa o'ldirar ekan? Juda ishonch bilan aytdi, zahar berib qo'yaman ekan deb 15 kun ko'proq o'ylanib yurib, oxiri sher ko'chaga chiqmay qo'ydi. O'ylanib, uyda yotib qoldi. Oxiri bir oy bo'lgandan keyin sichqon sheriklariga aytdiki, yuringlar, sherni ko'rib chiqamiz dedilar. Kirsa sher o'lib yotgan ekan. Shunda aytgan ekan, buni xavotirchilik o'ldirdi degan ekan. Ko'ryapsizmi? Shuning uchun bizning eng katta tashvishimiz Allohning roziligi, oxiratda tashvishi. Qolgani bor-ku, qolgani hammasi o'tadi. Qo'lda siltashni o'rganish kerak. Allohga tavakkal. Nima bo'ladi? Allohning aytgani bo'ladi. Saqlaydigan ham Allohning o'zi, beradigan ham Allohning o'zi. Nima bo'lsa, Alloh taolo qiladigan bo'lsa, go'zal qiladi. Buning uchun taqdirga iymon keltirgan odam salomat qoladi. Nimaiki boshingizga kelsa, Alloh taoloning irodasi. Alloh xohlagan narsa bo'ladigan, e'tiqod bo'ladigan bo'lsa, hammasi go'zal bo'ladi. Duo qilaylik, bu Alloh subhanahu va taolo iki yoshni nikohlarini muborak qilsin. Parvardigor olam bularni baxtli saodatda qilsin. Allohim bularni hayotda farzandga muhtoj qilmasin. O'g'ildir, qizdir, ko'rganda ko'zini quvontiradigan, qalbini yayratadigan, inson ko'rsa havas qiladigan o'g'il qizlarga Allohim o'zi nasib etsin. Avlod ajdodidan qiyomatgacha ahli Qur'onlar, zabardast ulamolar sulolasi davom etishni Alloh o'zi nasib etsin. Kelin bilan kuyovni tarbiya qilib voyaga yetkazgan ota-onalardan Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Allah'ım bu o'qilgan muborak kaloming, aytilgan amr ma'ruflar, xulusi niyat bilan yozilgan dasturxonlar barchasini dargohiga qabul ayla. Hosil bo'lgan savoblardan janob payg'ambar alayhissalom, sahobai ikrom, azvoji mutahharat onalarimizga, sohiba xonadonni va ikkala qudalarimiz tarafidan o'tib ketgan ona avlod, ota avlodlariga, shu yerda qo'l ko'tarib turgan hammalarimizni vujudimizga sababchi bo'lib, bugungi kunda bizlardan duo umidida yotgan mehribonlarimizni ruhoniyatlariga hadoya qildik. G'ariq rahmat, shohista jannat aylagin. Kalomning haqqi hurmati yana bir bor 2 yoshga baxtli saodat iqbol ber. Ularga hayoti toyiba ber. Ularning hayotlarini go'zal qil. Janob payg'ambar alayhissalom bilan Hadicha onalarimizni muhabbatlaridek muhabbatni o'zing nasib et. Parvardigor kalomingning hurmati mana ko'pchilik bilan duo qilib turibmiz, ichimizda duosi ijobat bo'ladigan odamlar bor. Ota-onasining duosini olgan odamlar o'tiribdi ichimizda, o'shalarning hurmatidan duo ijobat bo'ladi. Shunaqa katta jamoatda Xudodan so'rab olish kerak. Ilohim, bemorlarimiz bor, dardiga shifoyi karam ber. Kasalxonada, uylarda yotibdi, holi Xudo bilan birga bo'lib turibdi. Allohim bola chaqalarning baxtiga, ota-onalarning baxtiga salomat, ularga shifoyi karam ato et. Safarda ota-onam, bola chaqam deb safarda yurgan musofir aka-uka farzandlarimizni, birodarlarimizni o'zing panohida asra. O'z oyoq qo'llari bilan uylariga qaytishni o'zing nasib et. Ota-onalariga bag'riga salomat qaytar. Quruq tuhmatdan, to'satdan, o'limdan, tuzalmas kasallikdan panoh ber. Boshiga mushkul tushganlar bor. Allohim mushkullarini oson qil. Bir necha yillardan beri farzand so'rab yig'lab yurganlar bor. Ularga yaxshi zurriyotlar, o'g'il qizlarni o'zing nasib et.
Parvardigor oilasi notinchlar ko'p. Oilalarga tinchlik, xotirjamligidan ber. O'g'il uylanmoqchi bo'lganlarga yaxshi kelinlar, qiz chiqarmoqchi bo'lganlarga solih kuyovlarni o'zing nasib et. Yurtimizni tinch qil, tinchligimizni doim qil. Xizmat qilganlarga ham xizmatlarini qabul ayla. Hurmat qilib qadam bosib kelgan bu mehmonlarimizni ilohim har bir bosib kelgan qadamlariga ajr azim ber. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in rahmatika ya arhamar rohimin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Görünmeye kaldı. Başına da Nohut çay içer. Nohut çay. Nohut çay içer. Nohut çay. Nohut çay içer. Kapıdan. Koydun mu? Evet, ben.
Yaşlarımız uzak bu yaşta Bezlerine ihtimal aklar, ilahlardan amin. Özlerden köpeği şirk olan civarda seçlerden bizlerden ata-analara, hizmetlerine gözümüze, elimize hizmetlerine insanlık azaplardan Bağayet ataklı analarının daim batırı güveda hazretlerden azabenna rahmet Oylar mübarek olsun. Bak şey sağlar değil. Yetişti mi senge? Yetişti mi? Ben neydi yani? Bugün ben kullandım. Anasından var. Doğan kurum. Yetişti mi? Bak şimdi. Ha, çok da. Törbeyle Bakıldı mı ya? Yerodu nenge berdi? Yerodu berib qo'ydim. Yaxshi bo'lsangiz o'sha o'ziga berib olaylik. Yaxshi bo'lsa yurishlar. Sizlar puli bo'lsin endi. Avval kelin davosanchilar qiynalaysizlar. Thank you.